Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kechagi video yoqdimi? Bugun yangisi yana judayam mashhur bloger oldiga keldik. Ketdik. Mana Xorazm o'zidan keladigan Xorazm baliqlarini olib keldik. Mana bu yerda o'zimizning brendimiz Tuxumbarak asortilarini olib keldik. Ish qilib uyda bo'lsinlar. Bismillah. Assalomu alaykum. Eshikni ochish kerak, mehmonlar. Assalomu alaykum. Siz bilgan o'sha mashhur Chechenkani uylariga keldik. Voy, ishonasiz, obed qilmay o'tirdim, ichimsizda. Menga o'zi bo'lar. Hammasi sizga mana Xorazm o'zidan keladigan, siz yaxshi ko'radigan baliqlar. Zo'r bilan Chechenkada. Dastlabki qilsa ham issiqqina qisir bo'lib turibdi. Mana buni ham ochib yuboring joyidan. Men sevgan tuxumbarak. Bay mana. Va Bu alohida mehr bu. Vaqtcha gap bo'lishi mumkin emas. Shuni boplab. Bilasizmi, qachondan beri tuxumbarak yeyman deb yuruvdim. O'shani bildim-da. Ko'klari bilan qizlar qaranglar. Bismillah. Yoqimli ishtaha. Rahmat kattakon. Osh bo'lsin. Sog' bo'ling, sizni ko'rib xursand bo'ldik. Siz ham charchamang. Xudo xolasa, onam kelishlariga qot talaganda. Inshaalloh. Aytasiz, hamisha xizmatda bilasiz-ku. Xullas, Tuxumbarak Toshkent va Chechenka sog' bo'linglar. Rahmat. Zakaz qilinglar. Mana, osh bo'lsin.